kun tush ko'ribdi. Bir kun tush ko'rsa, tushida bir nuroniy bir odam, bir yaxshi odam tushiga kirib aytibdiki, falon toshning tagidan ko'tarsang 100 dirham bor. Lekin barakasi yo'q. Uyg'ongandan keyin o'ylabdi, 100 dirham bor, tosh tagida, qaysi toshligini ham biladi. Lekin barakasi yo'q. Kerak emas debdi. Barakasi bo'lmasa nima qilaman? Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin endi iqtisod qilish kerak-da, dardi bor bir. Bola chaqasini boqish kerak, bir iztirobi bor-da ichida, o'shaning uchun tushlari shunaqa uni. Yana bir tush ko'ribdi, u tushida yana o'sha yaxshi odam tushiga kirib, falon toshning tagida 10 dirham bor. Lekin unda ham baraka yo'q. Allah Allah debdi, buni ham barakasi bo'lmasa nima qilaman debdi. Yana davom etibdi, yana ichidagi iztirob, yana bir kun tush ko'ribdi. Yana o'sha odam, o'sha yaxshi odam. Aytibdi, falon toshning tagida 1 dirham bor. Ammo barakasi ham bor. Uyg'onib aytibdi, 1 dirham bor ekan, barakasi ham bor ekan, buni olaman debdi. Boribdi, aytilgan tosh tagini ko'tarsa, haqiqatan tosh tagida o'sha nima bor ekanda, 1 dirham pul bor ekan. Uyga qaytib kelib, endi 1 dirhamga o'sha payt bitta baliq berar ekan. Yo'lda kelayotgan ekan. Endi bola chaqasiga nimadir olib kelish kerak-ku. Kunlardir och. Bitta baliq sotib olibdi. Uyga olib kelibdi, baliqni ochsa, ichidan marvarid dur chiqibdi. 2 ta. Endi u durni ham uncha narxini bilmaydi-ku. Bittasini ayoliga sovg'a qilibdi, mana taqib yurasan. Chiroyli bo'lib, uyda maza bo'ladi. Ayoli ham xursand bo'ldi. Ikkinchisini bozorga borib chiqib sotibdi. Bir bu qimmatbaho toshlar bilan, dur gavharlar, marjonlar bilan shug'ullanadigan bir odam undan u nimani baliq ichidan chiqqan durni sotib olibdi. Bir miqdor pul beribdi. Bu uyga bozor o'char qilib, kamko'stini to'ldirib, ozgina yana yonida pul qolibdi.